Assalomu alaykum. Bugun bizning mahallaga kuryer kelib, o'z zakazini tashab ketgandan keyin mahallani bolalari atroflarini o'rab olib, bitta-bitta uchirib keling deb qo'yishmadi. Kuryer yigitam juda yaxshi inson ekanlar. Bolalar xafa bo'lmasin deb berilmasdan har bittasini uchirib xursand qilib keldilar. Mana shunaqa yaxshi insonlar ko'paysin desanglar, iltimos kanalimizga like bosishni unutmanglar. Rahmat. Mana zo'r inson ekanlar kuryerimiz. Hamma bolalarni bayram qilib uchiryaptilar. Rahmat deylar endi, rahmat.